Podshohim, bulbul gulga qilgan zulmi uchun jazosini oldi, uni ilon yutdi. Ilon bulbulga qilgan ishi uchun jazosini oldi, uni men o'ldirdim. Men ham jazoimni oldim uni o'ldirganim uchun. Siz tomoningizdan bu jazo berildi, mana zindonga ketyapman. Lekin siz nahotki o'ylamayapsiz, sizni ham menga qilganingiz bu ish jazosiz qolmaydi. Qanday siz buni o'ylamayapsiz deganda Harun ar-Rashid to'xtatdi va dediki, bog'bonni qo'yib yuboringlar, u haq gapni aytayapti. Ishini qilaversin, bog'bonligini qilaversin deb uni qo'yib yubordi. Shunda Harun ar-Rashidning yonida turgan vazirlardan biri dediki, podshohim, to'g'ri, bog'bon to'g'ri gapni aytdi, lekin qilgan xatosi uchun jazosini olmadi-ku. Yo'lda davom etyapti, bu adolatsizlik emasmi deganda podshoh aytdiki, yo'q. Odamlar jazodan qutulgani uchun xursand bo'lishi mumkin, lekin erta bir kun qiyomatda bu qilganlari ish uchun albatta hisob berishadi dedi.